Mana yangi joy. Ya bu o'yindagi joy emas, syujetdagi joy emas, shunchaki bir ko'rsataman. Bu qayer? Bu yer Bet g'ori. Mana mashinamiz. Minamiz va manaki qanday boriladi ekan. Mana birinchi bosqich ana Clay Faki bilan jang qilib bankni borgan vaqti. Mana bu janob Friz bilan jang qilgandik muzlatgichda. Uchinchisi va 200 bilan yo'ldagi janglar zo'r chiqadi ham. Bu mana to'rtinchisi Postian Evi bilan jang qildik, uni ham tutdik va 4 ta qismdan beri jumboqchi qochib yuribdi. Mana endi 5-qism bu yangi zona, o'sha yoqqa boramiz. Story hikoya. Mana jumboqchi Edward Norton. Shu jumboqchini asosan 2022-yilda chiqqan Robert Pattinson o'ynagan Batman filmida asosiy yovuz rolni ijro etgan. Bilsanglar, yana 1997-yilda chiqqan Batman abadiy filmida ham asosiy yovuz edi. Ana Jim Carrey o'ynagan varianti bor uni. Mana boshlayveramiz. Jumboqchi bir talay jumboqlar tashlab ketyapti bizga. Yana Alfred qani. Ana yasayapmiz. Robin yasadi. Qasr. Yo bu boshqa narsa jumboqlar. 2 qavatli qasr. Bu ana bu. Jumboq tashlab ketgan narsalar bor, mana bu ekan. Nima bu? Bu yer qayer? Qanaqa qal'a? O'sha birinchi qismda shu qal'ani ko'rsatgandik-ku. Jumboqcha ana shuni ko'rsatgan ekan. Shundaylarmi? Mana biz mana bu yerdan keldik. Bet mashinamiz bu yerda. Mana sindirsa bo'lar ekan. Mana shuni sindirib ketamiz, birato'la. Ana jumboqchani askarlari. Agar bu o'yinni o'sha birinchi qismdan beri ko'rib kelayotgan bo'lsangiz, mana shu aytadigan gaplarim shuni yapsiz. Ya'ni birinchi qismda jumboqcha ko'rsatuvdi-da bu narsalarni. Qal'aga bostirib kirishga, Clay Fakiga kalit, janob Frizga qanaqadir qurol, 200 liga ham qanaqadir raketali qurolni beruvdi. Postian Eviga qanaqadir urug'lar beruvdi. Ularning 4 talasini ham tutdi o'sha 4 ta qismda. Bu hozir 5-qism. Endi jumboqchani o'zi bilan jang qilar ekanmiz, menimcha. Endi bu juda qiziq. Mana sindirib qo'yamki. Sindirib bo'lmaydi menimcha. Buni ham sindirsak. Nima bu? Amay. Mana bilanchi supurgida chiqindi qutisi. Mana shuni terib borish kerak. Mana bu soat, yo'q, telefon. Hozir mana dumaloqni bosilsa mashincha. Ichida nimadir bormi buni? Ichida eshitsa yo'q. Mana. Bu tarafdan buziladigan joylar bor ekan-ku. Buni yasash kerak nimadir. Ana ochildi. Birinchi buni sekraydi-mi ekan? Bunisi yashagan. Endi bunisi ham bosish kerak menimcha. Bular ochildi, mana bular. Olindi. Endi mashinaga o'tish kerak deyman. Nima bo'ldi? Lazer qanaqadir? Ochib berdi. Biz endi bu mashina qanaqadir?
Hozir ezib tashlaymiz. Tushib ketdim. Tezroq. Ahahaha. Ko'rdinglarmi? Qanday urtashamiz ham. Batman uzr. Batmanni bosib ketdik. Zo'r mashina ekan o'zi ham. Uzr. Ana. Mashina tushib ketdi axir. Mana shuni terib olishga yetanganlarni ko'paytirib. Yaxshi tushamiz. Mana endi biz ham Batman uchun yangi kostyum. 3 oydan kostyumi. Ya ikkinchi qismida ham bor edi, janob Friz bilan jang qilganimi. Demak bu kostyum ham kerak bizga. Mana itaramiz qarachchi. Bu tarafini birinchi. Batman tepaga chiqadi mana shunday qilib. Qarachchi biz 3 ekanmiz, qarachchi. Mana bilan olishimiz kerak edi, chamayil. Keyinroq. Mana tekizish kerak mana shunday. Lazerlar o'chirildi mana. Ko'prik qarachchi. Borobin kel. Mana bilan buzish kerak. Lekin bu bex bankmi nima bu qamoqxonami bex mana qal'a. Jumboq chovlas qarchi beradi nimadir qiladi menimcha ber. Bu yer Arkham emas menimcha. Arkham qamoqxona o'sha birinchi qismda yovuzlar chiqib ketdi-yu. Bizga yana Robinni Pisos kostyumi kerak edi mana shuni yig'ishga. Hop, endi buni qanday ekan? Ana öyle bu askerler. Aynen öteni yol bu. Ya canımız gitti qayta. Yok. Mashinani olib kelishimiz kerak, mashinani. Mashina sekinasida. A few moments later. Yo. Ana şimdi. Ana şimdi. Barmog'im og'rib ketdi, yana ozgina. Barmog'im og'rib ketdi. Yo. O'tib ketdik. Qiyin bo'ldi lekin. Yondi mana chiroqchalar. Voy, kellaring. Selam bos ketaman. Mototsiklda ham kelishdimi? Askarlar ko'pligini qaraylar. Voy. Qana kelinglar. Batman senga yordam bergan keldim. Zo'r urishganda. Menga shuni urishchi yoqdi. Mana shularni sindirib ketamiz. Tangalar yig'ib boramiz. Kolleksiya qilishchi nimadir beradi shu kerakchi.
Gerçi buni ham yurib yezg'alasak bo'ladi ketgancha. Bularni ham sindirish mumkinligini bilmagandim. Bu yoqlarga yuraylikchi. U mana. Nima bu? Mana bu. Mana mana bularni sindirsa kerak ekan. Terib olish kerak, terib olish kerak. Avtomatmi qanaqa? Qochdi. Mana bu yashil chiroqlar yonib turibdi-ku. Bular nima ekan qarachi? O'tib ketsa, bizdan o'q qo'ysa ekan. Mana deb sindirdik qarachi. Hozir. Yoqlarga meni qaraylik ozgina. O'tlarni ham sindirsa kerak. Mana shu Legodan yasalgan narsalarni buzish kerak qarachi. Mana shu tangalarni yig'amiz. Xullas, o'yinga gap yo'q, borgan sari qiziqarli bo'lib boryapti. Mana videom bor ekan bitta. Zo'r boshqatdan. Oldik buni ham. Bu yoqqa endi anavi kerak, chang yutkishli kostyum. Hozir. Bularni ham qilib ko'raylik, nimada bo'ladi hozir. Ya, menimcha hali emas. Mayli. Muhim emas. Mana, kerak nima? Chang yutkishli kostyum bo'ladi hozir. Aniq. Aytdimmi? Ayo. Magnitli kostyum ekan, o'sha ikkinchi qismdagi. Hozir. Mana video. U ana endi buzildi. Voy, mashina urganimda buzilmagandi bular. Mana shu chang yutkish mana ketib qolmaydi-ku, yo'qolib qolmayapti-ku. Mana shuni chang yutkishdan tortish kerak edi. Hozir. Har tomonga qarshi qilib qo'yaylik-chi, nimadir bo'lar balki. Chunki tangadan chiqmayapti bunaqa yig'ilgandan keyin. Yo, men ko'rmayapman yoki. Dollar chiroqchasi yondi. Nima bo'ldi? Shu nima dedi mana bu. Buni ham yig'ib yurish kerak. Mana o'tsa, qo'sh. Yurganimizdan otish changi tushli kostyum bermadi bizga nimagadir. Bizga o'rni magnitli kostyum berdi. Mana tepaga chiqamiz. Hop. Batman'ga narvon. Batman endi bu yoqqa senishing. Mayjag'an ustunlar yoqyapti. Shunchaki X ni bossam bo'lar ekan. Ayni chiqib qoldi. Men to'g'ri sakrayman. Bu ana bo'ldi.
Robin hozir ham qutqaraman. Ana bu changi tutish uchun mo'ljallangan qurilma nimaga kerak o'zi pastda? Superga chiqindi qutisi, hamma narsa Legodan. Dekoratsiyalarim. Mana bu qanaqa qurilma qarabchi. Bu ana oyna yuvadigan. Tugmas bo'lsa tepaga ko'tariladi. Hozir. Mana qarayda dengiz, orolda bu qarach, mana bu tarafdan qarasa orol. Ne qanaqa orol? Qaysi orol? Mana bu Robin uchun maxsus yo'lak. Bu taraflarga qaraychi nima qilib chiqmoqda. Ya, o'tib bo'lmasin. Mana optik nima ekan bu, ko'raylikchi. Bu ham knopkada qanaqadir. Sal qoldi, qo'rqib ketdim. Bosaylik shuni. Birga bosa ekanmiz. Qani ko'tarilyapmiz. Bir pas chiqish kerak ekan. Hozir yana ko'tarilsak chiqib olamiz. Robin tayyormisan? 3 ketsa sanayman. 3. Mana keldik. Ya ana jumboqchi bilan 200. Boyga kalt ochdim bankni. Buni o'zani 3-qismda qo'lga olmaganmidik? Qanaqa zaharli narsa sochdi? Kislatami? Erib ketdi. Bunga ta'sir qilmayapti nimadir? Nari qo'tamiz. Qani stolda erib ketdi. Mana qani kel. $200 bilan jang qilayotganmiz. Qarachi mana bu yoqqa kira olmaymiz. O'zimiz erib ketamiz. Bu qanday yurdi chindan ham? Qanaqa oyoq kiyim kiyib olgandir balki. Tushib ketmaslikka harakat qilyapman. Sekiz. Endi aylanib borsak ham bo'ladi, no. Bu yerdan boraylikchi birinchi. Iloj yo'qmi-kena? Garoyning Robin changi kostyum chiqadi. Changi tichil kostyum bizga kelmadi. Tangadan yarim uchib ketdi. Changi tichil kostyum. Anaki. Ketdik Robin. Mana yoqqa sakrashimiz kerakda menimcha. Mana yoqqa bitta sakrab qo'yaylik hozir. Oppa. Robin ham sakrab keldi. Olamiz ana shu narsalarni nima bo'lsa ham. Robin qanday chiqyapti? Uchadigan kostyum manda-ku. Robin bilan sen yig'ib chiq, bular bizga kerak bo'ladi. Ketmasak bo'ldi. Robin qanday sakrayapti? Qarang, qabaga. Batman qayoqqa?
yerdan bu yoqqa yurish qiyin bo'ladi. 19 ta bo'ldi hozir. Mana bu yerda ham bor. Bu tarafda qolib qolmayapti. Batman qayoqqa ketib qolyapsan? Tangana mana pastga tushib ketdi. E'tibor bermasang mana shu qurilma borki, pastda ham bor edi. Pastga nima kerak bo'ldi? Bilmadim. Mana chiqarib berdi, biz narsalarni terganimizda. Mana shu zag'irli ko'lda o'tish uchun kemamiz. Siz sakraymiz shunda. Batman qayerga ketyapti? Biz mana shu orqasidan ketamiz. Bezi bo'ladi. Qo'shdi. Batman oldiga boramiz menimcha. Hayır, çıkmadı. Mana shuni ortdan yuramiz, diqqatchi. Hop, indirma. Tekshir deb edi, ishlatsa-yu. Ana yerga boramiz. Aya, bor bo'lmasa ekan. Hech qayerda ish chiqmadi bu taraflarda. 200. Qani kel. Boramiz. Joning qanchalik ko'p ekan? Yo'q. Qochib ketma. Qochib ketdi. Bu safemi? Jumboqchani askarlar jinoyatchi chiqib, ana ko'lda tangasi ham bor jumboq. 200 ni. Bu safega qarqadi. Ketdi Robin. Tushib ketishga ozgina qoldi. Ko'prik. Yo, ko'prik emas. Chala ko'prik ekan. Batman yo'g'isidan o'tmoq. Uyat Batman uchadigan kostyum bo'lib turib bizani qani kelinglar. Mana bu yashil shlyapa kiyganlar jumboqchani askarlar, mana qora shapka kiyganlar jinoyatchilar. Uni qanday olishimiz kerak edi? Mana terrel ekan. Bu yerda qanday borish kerak edi? Yo'l yo'q edi. Bitta narsa. Mayli. Tortib yura olmayapti. Safe ochildi.
Qarachi. Hozir. Tortib olmayapti, qarachi. Batman olg'a 200 tutamiz. Chiqib ketdi. Bu qanaqadir? Bu qanaqa joy? O'lay ekanmiz. Bu lazerlar ekan. Sakrashimiz kerak. Qiyin joy menimcha. Mayli, tangadan yig'maymiz. Shunchaki sakrab o'tib ketamiz. Ulgurmadim. O'tib ketdik. Buni endi qanday ochamiz? Nimadan qoldirib keldikmi biz? Yana ozgina. Mana bosishimiz kerak ekan. Ana bitta yondi-ku. Tushundim. Sen chiqib qopti. Olg'a Batman. Qayerda sen 200 va jumboqchi. Ana ular. Bular bankda. Shunda ber, bankmi mana shu orol? Yo bu Riddler 200 va jumboqchi ikkoviga birdan qarshi jang qilayotganmiz. Qani kel. Qochib ketdi. Mayli, nima bu? Qani olg'a, Robin. Buni tugatishimiz kerak. Ikkita to'pponchasi bor ekan. Qoch. Joni tugadimi shunda? Ana olg'a, Batman. Nima bu? Yana bitta seyf. Yo'q. Tangadan yashimiz kerak. Garchi nima yig'gan bo'lsa ham u buzilib ketdi hozir. Mayli, olg'a Batman. Buni tugataylik.
Mana shu oltinlarni buzyapmiz. Qarshi nima yasayapmiz? Mana oltinlarni shunday. Bu buni o'q qaytardi bu hozir. Ana jumboqchi. Qochib ketyapti. Robin hozir. Qoch. Qayerga qochasizlar? Qani, davay. Bo'la qolinglar. Askarlar ham ko'p ekan o'zi. Avtomatlar ham bor ekan. Bu qanaqadir? Qoch. Kuchga qoldim. Jumboq shunga hassasizlarmi? Qanaqadir qobiliyat beryapti o'zini. Ekran qobiliyati. Batman abadiy filmida ham shunga o'xshaydi, nimadir bor edi. Ketdi. Rit qanaqa jumboqchi. Uni yengdik. Ikkalasini ham birdan ham. Uddaladik. Jiddiy bo'l. Jumboqchini tutdik bu safar. 200 ni ham. Anchagina yutqazdik, o'limlar ko'p bo'ldi bu safar. Tanga ko'p kam yerdik. Hop. Bu o'sha musiqani eslayapsizlarmi? O'sha Batman eski kinolardagi musiqa. Ana jumboqchi bizga tashlab ketgan jumboqlar nimaligini bilib oldik. Finish story, so'nggi hikoya. Mayli. Qani endi Arkham qamoqxonasi o'sha qismni boshida, birinchi qismni boshida edi. Mana Clefaki o'sha birinchi qismda ushlagandik. Janob Freeze o'yinchoq. Potion Evi 200 ana tangasi bor, tanga tashlab. Mana jumboqchi va nihoyat ushlandi. Bizdan chaqirishyapti yana. Biz ushladik shu yovuzlarni. Lego Batman video game gameplay trailers. Yo'q. Yana o'yin tugagani yo'q. O'yinning birinchi epizod tugadi. Birinchi epizodning asosiy yovuzi shu jumboqchi bo'ldi. 200 ham. Yengdik ana Clefaki boshqa yovuzlarni tutib qamoqqa yubordik. Boshqa yovuzlarni chiqib ketdik, birinchi qismning boshida. Endi o'shalarni ishlaymiz. Keyingi epizodlarda birinchi epizod tugadi shunday qilib.